Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abduvosit aka bilan to'g'ri bog'landikmi? Bilan? Abduvosit aka bilan to'g'ri bog'landikmi? Albatta. Yaxshimisiz akajon, salomatmisiz? Ha, rahmat. Bugungidek tavallud ayyomingiz shukronalik, shodiyonalik kuningiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Hamisha yaqin insonlar baxtiga sog' salomat bo'ling. Biz sizni ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan kutilmagan jonli qo'ng'iroq tug'ilgan kunga tabriklar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Layloxon bo'laman, siz bilan suhbatlashayotgan. Bizni loyihamizga sizni yaxshi ko'ruvchi mehribonlaringiz nomidan chiroyli tabriknomalar bor. Nima deb o'ylaysiz? Tabriklarni kim yo'llayotgan bo'lishlari mumkin? Endi qizlarimda endi. Yana variantlaringiz bormi? O'g'limga qizim bor. Albatta barcha farzandlar nomidan muborakbod etamiz. Bizdagi asosiy variantimiz boshqacharoq. Kim bo'lishi mumkin endi bilmadim endi. 3 ta o'g'lim bor endi. Qay birlari bo'lishi mumkin o'g'illaringiz orasidan? Endi bittasi xizmatda, harbiyda. Qaysi biri harbiyda? Ha, harbiyda. Qaysi birlari? Kenjam. Ismlar bilan aytib o'ta olasizmi? Umidjon. Albatta. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi, sizga mehribon bo'lgan kichkina o'g'lingiz Umidjon nomidan muborakbod etamiz. Rahmat. Sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini aytib yo'llab qolibdilar. Ijozatingiz bilan chiroyli tabriknomalarni siz uchun o'qib eshittirsam maylimi? Assalomu alaykum, mening mehribonim, suyangan tog'im, davlatim, dadajonim. Sizni bugungidek tavallud ayyomingiz bilan chin yuragimdan muborakbod etib qolaman. Avvalambor yaratgan Allohimga behisob shukrlar aytamanki, sizdek mehribon, qalbi pok insonning farzand ekanligimdan. Tani joningiz sog' salomat bo'lsin. Sizga bu dunyoning jamiki ezgu niyatlarini tilab qolaman. Yaratgan Allohimdan so'rab duolar qilaman. Biz farzandlardek chekkan zahmatlaringizni, o'tkazgan bedor tunlaringiz, kunlaringiz evaziga yaratgan egam ikki dunyo savobi saodatlarini bersin. Dadajon, ba'zan yoningizda jim tursam-da, qalbimdagi gaplarimni sizga izhor qilib ayta olmasam-da, sizni juda yaxshi ko'raman, juda ham sog'indim. Doim yaxshi kunlarimizda, to'ylarimizda yonimizda onajonim bilan birgalikda bosh bo'lib yurishlik nasib qilsin. Dadajon, biz farzandlar uchun bergan chiroyli tarbiyangiz hech kimdan kam qilmay o'stirganingiz uchun sizga rahmatlar bo'lsin. Siz